e'tibor beramiz mana. Suvni shunday tayyorlaymiz. Ko'ryapsiz? Shurpayortlarni suvda ishlashi bilan farqlanmaydi. Keling, men sizga shurpayortlarni sotib olishda top kerak bo'lgan 5 ta maslahatlarni aytib o'taman. Aniq sizga ikkinchisi foydali bo'ladi. 5-chi, uzoq va samarali ishlashi uchun beshshochni, ya'ni ko'mirsiz yoki ko'mirli motorlarga ahamiyat bering. Chunki ko'mirsiz motor samarali ishlashi uchun juda ham muhimdir. 4-chi, patron qismi metall yoki plastik materialligiga, konstruksiyasiga ahamiyat bering. Siz o'z ishining professional mutaxassisi bo'lsangiz, metall patronlik diametri 13 mm ligini tanlaganingiz ma'qul. Sababi mustahkam va qalin sverlolarni o'rnatib ishlatishingiz mumkin. Agar unday bo'lmasa, patron qismi metall bo'lmaganini tanlaganingiz ma'qul. 3-chi, akkumulyatorning kuchlanishi va quvvatiga ahamiyat bering. Misol uchun 20 voltlik 4 yoki 2 amper chastlik bo'lishi o'z ishining haqiqiy ustalari uchun juda ham muhimdir. Agar unday bo'lmasa, akkumulyatorning kuchlanishi va quvvati pastroq ham bo'laveradi. 2-chi, uning eng muhim va ahamiyat beradigan ko'rsatkichlardan biri Newton metri. Sababi batareya quvvati katta bo'ldi ham deylik, lekin u shurpayortni kuchli qilib qo'ymaydi. Keling, eng muhim oxirgi e'tibor beradigan jihatini qolganlarga ham foydali bo'lishi uchun o'zingiz kommentariyaga yozib keting. Barchaga rahmat. Sizlarga yaxshi yoki yomonni emas, balki o'zingiz farqlab olishingiz uchun ushbu maslahatlar foydali bo'ladi degan umiddamiz.